Assalomu alaykum. Ayni damda partiya markaziy kengashida talabalarning huquqiy siyosiy ongini oshirish, ularda siyosiy bahs, muloqot va munozara madaniyatini shakllantirish, siyosiy tahlil va texnologiyalarga oid bilimlarni mustahkamlash, siyosiy institutlar faoliyatiga jalb etish, ijtimoiy siyosiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, siyosiy yetakchilik qobiliyatiga ega bo'lgan yoshlarni rag'batlantirish maqsadida Milliy tiklanish demokratik partiyasi va O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida ta'lim muassasalaridagi siyosiy tahlil, maslahat va texnologiyalar bilimdonlari o'rtasida o'tkaziladigan siyosat maydoni tanlovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Tanlovga respublika miqyosidagi oliy ta'lim muassasalarida xalqaro munosabatlar, siyosatshunoslik, huquqshunoslik va jurnalistika yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar ishtirok etmoqda. Jarayonlar haqida batafsil ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimizda kuzatib boring.